Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan zamburug'lar bo'limini o'rganishni boshlaymiz. Demak, shulardan birinchi guruh bu sistemik mikozlar hisoblanadi. Ya'ni lokal infeksiyalardan tashqari boshqa organ to'qimalarga tarqalib, sistemik kasalliklarga sababchi bo'lishi mumkin bo'lgan zamburug'lar haqida. Demak, bularning hamma turlari pnevmoniya va tarqalgan infeksiyaga sababchi bo'lishi mumkin. Va biz bilishimiz kerak, bular ikki xil formada o'sishligi mumkin, ya'ni dimorfik bular. Qaysi formada o'sishi, qanday temperaturada o'stirilishiga bog'liq. Misol uchun, tashqi muhitda, sovuq muhitda o'sadigan bo'lsa, mold ko'rinishida o'sadi. Demak, mold ko'rinishida gifalar hosil qilib, ipchalar ko'rinishida o'sishi mumkin. Agar issiq muhitda o'sadigan bo'lsa, misol uchun odam organizmiga tushgandan so'ng 37 gradusda bu zamburug'lar yist ko'rinishda o'sishligi mumkin. Ya'ni yumaloq va oval shakldagi to'plam sifatida. Mana bu rasmimizda ko'rishimiz mumkin. Bu yerda demak yist turibdi. Mana shu odam organizmida yumaloq shakldagi hujayralardan tashkil topgan holatda o'sishligi va mana bu esa mold ko'rinishi. Bu demak sovuq muhitlarda gifalardan tashkil topgan tuzilma holati. Endi bizda bitta istisno bor. Bu koksidoides hisoblanadi. Demak, bu zamburug' odam organizmida yist holatda o'smaydi-da, sfera hosil qilib o'sishligi mumkin. Endi sistemik mikozlarni biz bilishimiz kerak, yana o'pka to'qimasida granuloma hosil qilishligini va shu granulomalarning tashqi ko'rinishi esa juda ham tuberkulyoz granulomalariga o'xshashligini. Ya'ni tuberkulyoz granulomalariga o'xshash, lekin qo'zg'atuvchisidan farqli ravishda mana shu zamburug'lar odamdan odamga tarqalmaydi. Endi bularni biz laboratoriyada o'rganishda bir qancha usullardan foydalanishimiz mumkin. Shulardan biri bu mikroskopiya usuli bo'lib, diagnostikasida demak kaliy gidroksid preparatidan foydalansak bo'ladi. Bu demak zamburug'larni o'rganishda juda ham keng qo'llaniladigan demak usul hisoblanadi. Mana shu kultura tarkibida zamburug'lardan boshqa ko'pgina hujayralar va to'qimalarni parchalash xususiyatiga ega bo'lgan kaliy OH tufayli biz mana shu zamburug'larni o'zini ajratib mikroskopda ko'rishimiz mumkin. Bu mikroskopiya usuli bir qancha ko'p vaqt talab qilganligi uchun bizda tezroq va qulayroq bo'lgan serologik usullar ham mavjud. Misol uchun siydik yoki mana shu serum tarkibida ma'lum zamburug' antigenlarini aniqlash bilan mana bu kaliy OH orqali, ya'ni bundan nisbatan aniqroq qilib, qulayroq qilib foydalansak bo'ladi. Endi biz davolashda agar bu lokal infeksiyaga sabab bo'ladigan bo'lsa, asosan azol preparatlaridan foydalanamiz. Misol uchun flukonazol yoki bo'lmasam itrakonazol. Agar bu sistemik infeksiya bo'ladigan bo'lsa, asosiy tanlov preparati esa amfoteritsin B hisoblanadi. Endi biz mana shu sistemik mikozlarga kiradigan zamburug'lar haqida gaplashamiz. Bular demak to'rtta. Bu yerda histoplazmoz, blastamikozlar berilgan. Demak, mana shu to'rtta zamburug'lar, bular geografik tarqalish joyi bir-biridan farq qilgani uchun ham bularni mana shu joylarni bilish juda muhim hisoblanadi. Hattoki shu tarqalish joyiga qarab, shu kasallikni joylashuvini bilib turgan holatda biz diagnostikani bemalol shakllantirishimiz mumkin ekan. Demak, shu zamburug'lardan birinchisi bu histoplazmoz. Asosan Mississippi va Ohio daryo vodiylarida uchraydi. Asosiy manbai esa bu qushlarni va ko'rshapalaklarni axlati tarkibidagi mana shu zamburug'imizning sporalari hisoblanadi. Mana shu axlat asosan g'orlarda bo'lgani uchun agar inson shu g'orlarni o'rganishga kiradigan bo'lsa, shu axlatlar tarkibidagi sporalar changga ko'tariladi va aerozol usulida odamga yuqib qoladi. Mana shu yuqqandan so'ng esa bizning immun hujayralarimiz makrofaglar tomonidan yutiladi zamburug', lekin zamburug'ni makrofaglar parchalolmaydi va fagositoz qila olmaydi. Shuning uchun ham makrofaglar ichida bemalol tirik qolib yashashligi mumkin. Endi bu skechida ko'radigan bo'lsak, birinchi belgimiz mana shu g'orda, demak ko'rshapalaklar yuqorida va pastda mana bu qushlarni ko'rishimiz mumkin. Demak, ularning axlati tufayli changga aerozol holatda ko'tarilib odamga yuqishi mumkin. Bundan tashqari mana bu arxeolog odamni kitobiga qarasak, Ohio va Mississippi yozuvlarini ko'rishimiz mumkin.
Demak, bu zamburug'imiz uchraydigan joylarni, lokatsiyalarni ifodalaydi. Bundan tashqari ushbu odamga qarasak, u yo'talmoqda. Demak, nafas yo'llari orqali yuqishligini va pnevmoniya kasalligini keltirib chiqarishligini ifodalaydi. Va yana mana bu qushga e'tibor bersak, u qafasda turganligini ko'rishimiz mumkin. Bu demak, zamburug'imiz makrofaglar ichida yashashligini ifodalar ekan. Demak, mana bu First Aid kitobidan ko'radigan bo'lsak, bu yerda asosan diqqatimizni mana bu birinchi gistoplazmozdagi A rasmiga e'tibor qaratamiz. Demak, bu yerda makrofaglar sitoplazmasida joylashgan bir qancha gistoplazmozlarni ko'rishimiz mumkin. Mana bu joylashgan. Demak, bularni kattaligini ham bilish juda muhim. Demak, qizil qon hujayralaridan kichik bo'ladi juda ham. O'zi mana bu rasmni demak biz makrofag deb tasavvur qiladigan bo'lsak, demak, qizil qon hujayralari makrofaglar bilan deyarli teng hajmda bo'ladi. Demak, solishtirib ko'radigan bo'lsak, gistoplazma qizil qon hujayralaridan anchagina kichik bo'lishligini ko'rishimiz mumkin. Endi ushbu zamburug'imiz keltirib chiqaruvchi kasalliklar haqida gaplashsak, demak, birinchidan pnevmoniya keltirib chiqaradi. Bu demak yo'talish belgisi bo'lib keldi. Va tanglay, til yaralariga, gepatosplenomegaliyga hamda qon hujayralarining soni kamayishi, ya'ni pansitopeniyaga ham sababchi bo'lishi mumkin. Hamda yana bir belgisi, ya'ni not specific belgi, bunga xos bo'lmagan belgi eritema nodozum hisoblanadi. Bu demak teri osti yog' to'qimalari yallig'lanishi hisobiga hosil bo'ladigan, qizarish bilan sodir bo'ladigan maxsus tugunchalar. Demak, mana bu slaydda ko'rishimiz mumkin, asosan boldirning oldingi sohalarida sodir bo'lgan, demak, qizargan va bo'rtib chiqqan tugunchalarni ko'rish mumkin bu yerda. Demak, bu not specific, ya'ni bunga xos bo'lmagan, spesifik bo'lmagan belgi ko'pgina kasalliklarda ham keladi. Misol uchun, streptokok infeksiyalarida ham uchrashligi mumkin. Demak, bu eritema nodozum ekan. Demak, kasalliklarni ifodalashda dastlabki belgimiz mana bu odamning yo'talishi bo'ldi. Bu demak pnevmoniya belgisi. Bundan tashqari mana bu pastdagi kesilgan daraxtlarni ostki qismiga e'tibor bersak, demak, ularda qizil-qizil tugunlarni ko'rishimiz mumkin. Bu demak spesifik bo'lmagan eritema nodozum kasalligini ifodalaydi. Mana shu yog' to'qimalarining yallig'lanishi hisobiga hosil bo'ladigan qizarish orqali maxsus tugunchalar hosil bo'lishligi yoki uni orqasida turgan mana bu kaktus gullariga e'tibor beramiz. Bu demak Mycobacterium tuberculosisning ham sketchisida berilgandi. Demak, mana shunday ular o'pkani demak segmentlarida granulomalar hosil qilardi. Mana shu tuberkulozdagi granulomalarga o'xshashligini ifodalar ekan. Undan tashqari biz bu yerda demak chap tarafda jigar va taloq rasmlarini tuzilishini ko'rishimiz mumkin. Bu gepatosplenomegaliyani ifodalar ekan. Endi biz yuqorida gaplashganimizda makrofaglar sitoplazmasida joylashadi deb aytdik. Demak, mana bu pastki qizil va sariq ko'lmak suvlarini ko'rishimiz mumkin. Bu demak mana shu makrofag hujayrasida joylashgan gistoplazmozlarni ifodalar ekan. Bundan tashqari biz yana bir o'ziga xos xususiyati, bular immunsust odamlarda ham kelib chiqishi mumkin. Keng tarqalib organ va to'qimalarga tarqaladi. Bizda immunsustlik bu doimo hassa orqali ifodalanadi. Mana bu pastda turgan hassa demak immunsust bo'lganda demak organ va to'qimalarga tarqalishi mumkinligini ifodalar ekan. Yana bir belgilarimiz ozgina tarqoq joylashgan. Yuqorida demak kapalak turibdi. Kapalagini biz demak bilamiz. U ikki xil formada bo'ladi. Dastlab qurut shaklida, keyin esa kapalakka aylanadi. Ya'ni dimorfik. Bu demak zamburug'larimizda molt va yeast formasiga to'g'ri keladi. Shuning uchun ham kapalakni biz dimorfik demak elementiga olishimiz mumkin. Undan tashqari biz diagnostikasida kaliy OH preparatidan foydalanamiz yoki mana bu qizil yoki sariq stalaktitlarga e'tibor beramiz. Bular mana shu qon va siydik tarkibidagi antigenlarni detection qilib diagnoz qo'yishligimizni ifodalar ekan. Endi zamburug'ni davolash qismiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda mana bu qarag'ay mevasini ko'rishimiz mumkin, pastda joylashgan.
Bu ingliz tilida pine cones deb ataladi. Demak, bizda qarag'ay mevasi pine cones. Bu cones so'zi fluconazolga to'g'ri keladi, azollardan. Demak, qarag'ay mevasi fluconazol dorisini ifodalar ekan. Yoki undan tashqari chap tarafga e'tibor bersak, mana bu yerda qurbaqa shakli tushirilgani. Qurbaqa bizda ingliz tilida frog. Bu demak baqa amfoteritsin B dorisini ifodalaydi. Mana shu demak amfibiyalar amfoteritsin B. Ya'ni qurbaqa bu amfibiya. Mana shu amfoteritsin B dorisiga to'g'ri keladi. Demak, ushbu zamburug' haqida gaplashmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.